Fazlın ukamda ekskavatora kelgan. Fazlın ukam o'zi Yakkabog'danmi ukajon? Assalomu alaykum. Ukajonim qayta salom beraveraman. Charchamayapsiz, ishlaysiz. Fazlın ukajon ekskavatoringizda bo'layotgan muammolarni aytib o'rasiz. Ekskavatorimiz Keling, operatorimiz. o'chib qolyapti. Juma yo'mlarim bor edi, hammalaringizga Allohning o'zi yorsin, Xitoyliklar musulmon bo'lsin. Bizga o'chib qolyapti, quvvati yo'q. Shu bo'g'ilib o'chib qolyapti. Bo'ldi, Xudo xolasa hozir nafsga yechamiz, plunjerlarni ko'ramiz ukajon. Xudo xolasa avvalo Xudo original plunjer qo'yib, raspetlarni yangilab beramiz. Keyin kam ko'sti bo'lsa aytasiz. Ukajon necha yildan beri birga ishlashyapmiz? Keling, operatorimizni so'ramay yaqinroq oling. 3 yil bo'ldi. 3 yil bo'lgan yo'q, 2020 yo'q, pandemiya 2021 o, uyda oldiga bordik-ku. Uyda oldiga bordik-ku. Sen matoam manda menga payt. 22 ekan. Ha, 22 dan beri ishlashyapmiz. Bizlar ishlamizdan mamnunmiz. Rahmat. Avvalo Xudo kam ko'stiga rozi bo'lasiz. Xudo yorsin. Biratan uyalchang, biratan dem olib qo'yasiz. Aka, siz tanigan ekskavatorchi, dizelchilarga bitta salom deb qo'ying, iltimos. Kameraga qarab salom deb qo'ying, bo'ldi. Ha, men aka ozgina uyalchang ekan, Fazlning ukajon o'zingiz salom deb qo'ying, dizelchi akalar. Hammaga salom. Mana shu do'stimizga ham qiz topaylik, uylansin. Haqiqatan amin. Shu akamiz ham uylanib 7 ta emas 8 ta farzand bo'lsin. Amin, Allohu akbar. Jigarlarim, oilaviy sog'lik buyog'i bo'laveradi. Texnikani ham olib qo'yasiz. Ha, nima deydi bu? Aha, bo'ldi, yes qilamiz. Jigarlarim, sog'lik omonlik.